Assalomu alaykum. Chevrolet Malibu avtomobilimiz 2016-yil 104 ming kilometr yurgan. Yoqilg'i benzin 1.5 turbo motor. O'ta ekonomishning. Mashinamiz vakillari eshigi yopiq. Telefonda rasmlarni ko'rsatib o'taman. Ideal holatdagi Malibu avtomobili. O'ng tomonda ikkala eshikda kirasiga tegadigan joyi bor. Mashinamiz 8200 ming von. 2016-yil 104 ming benzin 1.5 motor. Texnik holati mana. Avariyasi yo'q. Avariyasi opsinyapti, remont bor hamda shu o'ng tomonda ikkala eshikda kirasiga tegadigan joyi bor. Motordan yoqqan joylari yo'q. Ideal holatdagi Malibu avtomobili. Rasmlariga kelsak, rasmlarni ko'rishlari mumkin. 0474 raqamli Malibu avtomobili. 104 ming atigi jigarrang salon. Mashinamiz avtohold, avtoparkinglari mavjud. Start stop monitorlari bor. Zadniy kamerani ko'rsatadi. Elektron sidina. Orqa signallari ham isitadi. Mashinamiz rullari ham sekin. Black boxda hypeslari mavjud. Ko'rishlari mumkin. Bagaj o'ta keng. Sidina pametlarigacha bor ekan. 1.5 motor. Malibu avtomobilining nima deganligi mana. Ideal holatdagi 8200 ming von. Dollarga $5500 to'g'ri keladi. Kim kerak bo'lsa aloqasi ko'rasizlar. Luki yo'q. Malibu